Qisqa qilib aytganda, Bekvans komandasida hali hech kim uylanmagan. Bu yerdagi yigitlarni tanlash o'zi arziydimi, arzimaydimi? Sizlarga ozgina yordam berib boraman. Boshlaysiz. Norm yoki strom? Ovqat qilishni bilmasa. Strom. 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 Ne? Eriga yoqish uchun ham ovqat qilish kerakmi? Mana akajonimiz. Доставка nimani? Kampir bo'lganda ham, to'g'rimi? Cholim da Ну, короче, не поддерживаем. Qizlar esa shu tushundinglar. Bilish kerak, u 18 yoshgacha, короче, o'rganish kerak bu narsani. Bilish kerak, все. Ovqat qilmasa uylanmaysiz, значит. Yo'q. Sevib qolsangiz ham. Yo'q. To'ydan keyin ishlasa. Norm. Bu strom. Agar menga yoqmaydigan ish bo'lsa, strom. Ne? Uyda o'tirib 24 soat miyasi achib ketishiga o'zim ham qarshiman. Ruhan menga yoqmaydi. Tipo uyda o'tiradi xotiringiz. 24/7 uyda qamalib o'tiradi. Yo'q, biz ishlash haqida gaplashyapmiz. Ko'chaga aylanishlarga chiqaman-ku. Vaqtingiz bo'lganda. Ko'rdinglar, qizlar, esda tushing. Semiz yoki juda ham ozg'in bo'lsa. Ha. Norm. Norm. Deyli, semizni yaxshi ko'rib qolsam, uni ozdirib olish qiyin. Undan ko'ra juda ham ozg'inni tanlab semirtirib olgan yaxshi. Semiz yoqmaydi. Juda ham semizni ozdirib olmayman seni. Men qo'shilishib yeyman bilan. Uni ham nafsimiz, meni ham nafsimiz. Battar semiramiz. So'kinib gapirsin, Norm yoki strom? To'g'risini ayt. Norm. 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 Jinnimisan-a? Вообще стрём! Вообще! Короче, qizlar bilib olinglar, ostakamga tegish yoki yozish stoyt или не стоит. Kutaman. Men yozmasdim. Qiz bolani so'kishi norm keladi. To'g'ri, qiz bolani so'kishi. Qiz bola so'kishni bilishi kerak. Bo'ladi yozsanglar, normal. Nonadan so'kmasa bo'ldi.